turmushga chiqqan va chiqmagan qizlarni fikrlash razницasi. Eringiz uy ishlarida sizga yordam berishi. Bazaviy minimum. Bazaviy minimum. Bazaviy minimum. Tak yordam beradilar. Unga ham Yordam berish kerak. Да, конечно, точно считаю. Biror joyga borishdan oldin sizlardan ruxsat olishi. Роскошный максимум. bazaviy minimum. Пока что, ладно. Eri bilan birga alohida yashashi, ya'ni отдельно. Roskoshniy maksimum. Bazaviy minimum. Роскошный максимум. Na samom деле man alohida yashasam ham, meni ham fikrim roskoshniy maksimum. Juda ko'pchilik alohida yasha olmaydi aslida. Erini pulini xohlagancha sarflash. Roskoshniy Roskoshniy maksimum. maksimum. Bazaviy minimum. Har bitta bayramni nishonlash, har bitta bayramda sovg'a olish. Roskoshniy maksimum. Roskoshniy maksimum. Roskoshniy maksimum. 10-fevral roskoshniy maksimum. Uyda ovqat tayyorlashga majburiyatingiz bo'lmasligi, ya'ni xohlaganingizda ko'chadan olib yeya olishinglar. Roskoshniy maksimum. Роскошный максимум. Bazaviy minimum. Kino bo'lgandan keyin hamma qilish kerak. Первый началоda qilish kerak по-любому. Xohlagan Но это со временем, когда уже juda opытный bo'lganda biz ham deymiz, minimum deb. Hammada har xil. Chet elga 1 yilda 3-4 marta olib chiqishi. Роскошный максимум. Прям roskoshniy O'ta maksimum. o'ta. Нет, ну manimcha oila Nimaga? Eng yoshida. Olib chiqish kerak. это еще ko'ramiz будущийda. Xudo xohlasa olib chiqish. Xudo xohlasa yaxshi niyat, конечно. Har oy. Qanaqa mega super boy odam u. Xohlagancha kiyinishga ruxsat berish. Roskoshniy Roskошный maksimum. maksimum. Baribir hamma Nima aralashadi. derdi teng chiqdi Hamma erkak, bir erkak aralashadi. Instagramda o'zini blogini yuritishga qarshilik qilmasligi. Bazaviy minimum. Bazaviy minimum. Роскошный максимум. Nimaga? Menga faqat женский auditoriyaga ruxsat bor. Полный открытый Zakirda qizlarni qabul qilishga ruxsat. Да, только shunaqa. Menda cheklov yo'q, nazorat, qo'llab-quvvatlab yordam beradi. Manda shu paytgacha cheklov bo'lgani uchun, mana shu paytgacha men erga tekkan cheklov bo'lgani uchun, bundan keyin men o'sha miyamda cheklov bo'lib qolganda ololmayman, qo'yib kelmaydi. Turmushga chiqqan va chiqmagan qizlarni fikrlash razницasi juda ham kattami yoki o'xshashmi? Kommentariyada fikringizni Kattami? O'xshash.